Samarqand Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar institutida koreyalik olimlar bilan hamkorlikda O'zbekistonda kartoshka urug'chilik tizimini yanada rivojlantirish va kadrlar salohiyatini oshirish loyihasi doirasida O'zbekistonda virussiz urug'lik kartoshka yetishtirish mavzusida ilmiy-amaliy anjuman o'tkazildi. Ma'lumki, bugungi kunda dunyoda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda boshoqli don ekinlari bilan bir qatorda kartoshka yetishtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu ekindan ekologik toza va sifatli mahsulot olish ko'p jihatdan mutaxassis olimlar va dehqon fermerlardan o'ziga xos bilim va tajriba talab etadi. Xalqaro anjuman Janubiy Koreya va o'zbekistonlik olimlarning hamkorligida uyushtirilgan bo'lsa-da, dolzarb bo'lganligi uchun qo'shni Tojikiston Respublikasida ham bir guruh qishloq xo'jaligi sohasining yetakchi olimlari va mutaxassislari ham tashrif buyurishdi. Bu ilmiy amaliy seminardan ko'zlangan maqsad O'zbekistonda virussiz sog'lom urug'lik kartoshka yetishtirishning ilmiy asoslarini, amaliy jihatlarini bevosita o'sha ishlab chiqarish korxonalari vakillari, qolaversa urug'lik bilan shug'ullanadigan fermerlarimizga, dehqonlarimizga yetkazib berishdan iborat. Bugun seminarimiz doirasida turli taqdimotlar, qolaversa kartoshka yetishtirishning barcha bosqichlarini qamrab olgan klaster jarayoni bilan tanishtiruv ishlari amalga oshiriladi. Loyiha doirasida demak amalga oshirayotgan tadqiqotlarimiz O'zbekistonda yaratilayotgan mahalliy sharoitga mos bo'lgan yangi navlar, ularning urug'chiligini yo'lga qo'yish bo'yicha tadqiqotlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xalqaro anjumanning ochilish marosimida viloyat hokimligi, Respublika qishloq xo'jaligi vazirligi mutasaddilari va janubiy koreyalik olimlar dunyoda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jalik ekinlari, ayniqsa kartoshkada mo'l hosil olish uchun e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlar haqida to'xtalib, bu borada olib borilayotgan ilmiy izlanishlar haqida ma'ruzalar qilishdi. Samarqand Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar institutida Koreya hukumati bilan hamkorligida, ya'ni Koreya hukumatining moliyaviy mablag'lari yordamida kartoshka urug'chiligi bo'yicha mega loyiha amalga oshirilyapti. Bugungi seminar ham aynan mana shu bugungi olib borilayotgan loyihani bir qismi hisoblanadi. Bugungi seminardan ko'zlangan asosiy maqsad, demak, mana shu olib borilayotgan ishlar, dastlabki bosqichda erishilgan natijalar to'g'risida nafaqat olimlar, balki aytaylik soha mutaxassislari, fermerlarni ham jalb qilganmiz. Demak, birgalikda hozirgi kunda mana shu loyiha doirasida amalga oshirilayotgan ishlar, birlamchi bosqichda erishilgan natijalar va kelgusida kutilayotgan natijalar to'g'risida taqdimotlar bo'ladi, fikrlar almashiniladi va o'zaro tajribalar almashinadi. Seminar sho'balarga bo'lingan holda davom ettirildi. Shuningdek, xalqaro anjuman ishtirokchilari tadbir doirasida viloyatdagi yangi navli kartoshka yetishtiriladigan issiqxona va maydonlar, kartoshka urug'i saqlash omborlari va mahsulotni talab darajasida saqlash bo'yicha yaratilgan shart-sharoitlar bilan ham yaqindan tanishib, o'zaro tajriba almashishdi.